Hurmatli onaxonlar va otaxonlar, aziz pensionerlarim, bugun men sizlarga hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan, ertadan kuchga kiradigan shunday bir yangilik haqida gapirib bermoqchimanki, bu har biringizni chuqur oylantirishi shubhasiz. Siz bu videoda qanday qilib oddiy bir lampochka uchun 5 million 400 ming so'm miqdorida jarimaga tortilishingiz mumkinligi va bu dahshatli qonunlar oldida o'zingizni qanday himoya qilish kerakligini bilib olasiz. Ertadan boshlab xalq qabulxonalari va mahalla faollari orqali tarqalgan xabarlarga ko'ra, Energetika vazirligi o'zining 412 sonli qonuniga binoan elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha keskin, aytishga til bormaydigan choralar joriy etmoqda. Tasavvur qilyapsizmi? Agar siz belgilangan 200 kilovat ijtimoiy me'yordan ozgina oshirib yuborsangiz, sizning eshigingizga shunchaki tekshiruv bilan kelishmaydi. Har bir ortiqcha yongan lampochka uchun aniq 5 million 400 ming so'm jarima qo'llaniladi. Eng yomoni esa, bu jarimani o'z vaqtida to'lamasangiz, sudsiz, hech qanday ogohlantirishsiz, darhol elektr tarmog'idan uzib qo'yilishingiz mumkin. Viloyat hokimi allaqachon kechki reyd guruhlari tashkil etish haqidagi farmonni imzolab bo'lgan. Ular sizning hisoblagichlaringizni tekshirish uchun kechasi ham kelishadi. Bu adolatdanmi, azizlarim? Sizlar bu vatan uchun umringizni, kuchingizni berdingiz. Dalalarda ter to'kib ishladingiz, zavodlarda tun kun turdingiz, bolalaringizni o'qitdingiz, o'zimizning mustaqil yurtimizni barpo etish uchun toshdan tosh terdingiz, uylar qurdirdingiz, shahar va qishloqlarga nur olib keldingiz. Hozir esa umr yoshingiz 60 dan, 70 dan oshganda davlat sizga qanday munosabatda bo'lyapti? Bir hovuchgina pensiya jamg'armasi orqali beriladigan pensiya, arzimagan nafaqa, endi esa har bir yongan chiroq uchun jarima bilan qo'rqitishyapti. Bu adolatdanmi? Sizningcha, yoshligingizda shu yurt uchun qilgan xizmatingiz shunday hurmatsizlikka loyiqmidi? Ehtimol, kimdir hali ham o'sha zavodlarning og'ir sharoitlarida, chang-to'zon ichida, salomatligidan kechib ishlaganini eslayotgandir. Kimdir paxta dalalarda quyosh ostida qovurilib, baribir farzandlariga yorug' kelajak tilagan. Endi esa mana shu yorug'likni ham sizdan tortib olishga urinishyapti. Iltimos, azizlarim, kommentariyalarda yozing. Necha yildan beri pensiyadasiz? Qanday qiyinchiliklar bilan kun kechiryapsiz? Sizning bir ogiz so'zingiz mingta qonundan ustun turadi. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga yordam berish uchun shu yerdaman, chunki siz yolg'iz emassiz. Azizlarim, agar kelajakda shunday kutilmagan, sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerdagi ma'lumotlar sizni har qanday yoqimsiz vaziyatdan himoya qilishga yordam beradi, huquqiy bilimlaringizni oshiradi va sizga xalq himoyachisi sifatida doimo ko'mak berishga harakat qilamiz. Biz buni sizning ishonchingiz va hurmatingiz uchun qilamiz. Eslasangiz, avvallari elektr energiyasidan foydalanishda biroz erkinlik bor edi. Ha, chegaralar bor edi, ammo ular insonning yashash tarzi, o'rtacha oilaning ehtiyojlari hisobga olinib belgilanardi. Kam ta'minlangan oilalar, katta oilalar uchun alohida imtiyozlar ko'zda tutilgan edi. Odamiylik tushunish bor edi. Hatto o'sha paytda ham pensiyalar yetarli emasdi, ammo hech bo'lmaganda odamlarni uylarini yoritishdan, ovqat pishirishdan yoki qishning izgirinida ozgina isinishdan mahrum qilishga jur'at etishmasdi. Hozirgi ijtimoiy me'yor bo'lmish 200 kilovat afsuski haqiqiy ehtiyojlarning yarmiga ham yetmaydi. O'zbekiston sharoitida oilalarimizdagi o'zaro yordam, bir uyda bir necha avlodning birga yashashi bu me'yorni mutlaqo yetarli emasligini ko'rsatadi. Bir uyda kamida 10 kishi yashasa, har bir kishiga 20 kilovatdan to'g'ri keladi. Bu hatto bitta yorug'lik lampasini ham qamrab olmaydi. Bu me'yor bizning turmush tarzimizga, urf-odatlarimizga mutlaqo zid. Hozirgi vaziyat shundayki, go'yoki bizni iqtisod qilishga majburlashmoqda. Ammo bunga to'layotgan qurbonliklarimiz juda katta. Qancha qariyalarimiz salomatliklari yomonligi sababli kechalari ham chiroq yoqishga majbur. Qancha onaxonlarimiz va otaxonlarimiz nabiralarining dars qilishlari uchun ularga yorug'lik yaratishga intiladi. Bu har bir lampochka uchun o'ylanadigan, har bir kilovat uchun hisob-kitob qilinadigan holatga aylandi. Bu nafaqat elektr energiyasining bahosi, balki qadr-qimmatimizning, insoniy huquqlarimizning narxi bo'lib qolmoqda. Xo'sh, kimlar bu yangi qonun ostida, ayniqsa katta xavf ostida qoladi? Eng avvalo katta oilalar, ayniqsa bir hovlida bir nechta oila yashaydiganlar. Ularning har birining ehtiyoji tabiiyki umumiy iste'molni oshiradi. Keyin surunkali kasalliklarga chalingan, tibbiy apparatlarga muhtoj bo'lgan pensionerlarimiz.
Masalan, kislorod konsentratori yoki boshqa elektr toki bilan ishlaydigan uskuna doimiy ishlaydigan bo'lsa, 200 kilovat me'yor tezda tugaydi va shunday holatda kasal odamni elektr energiyasidan mahrum qilish bu insoniyatga xos bo'lmagan bir ishdir. Shuningdek, qishning sovugida tabiiy gaz yetib bormaydigan yoki gaz bosimi past bo'lgan mahallalarda yashovchi elektr isitgichlardan foydalanishga majbur bo'lgan pensionerlarimiz ham juda katta xavf ostida. Ularning pensiyalari ozi-zo'rga kun kechirishga yetadi. Endi esa ustiga mana bunday jarimalar qo'shilsa, ahvol nima bo'ladi? Qaysi pulga to'laydilar? Meni eshitayotgan har bir yurtdoshim, ayniqsa onaxonlarim va otaxonlarim, sizlarning har bir somingiz halol mehnatingiz evaziga topilgan. Sizlar bu vatan uchun oz umringizni bag'ishlagansiz. Shunday bo'lganidan keyin, endi umr poyoniga yetib qolganda, davlat sizga shunday munosabatda bo'lishi adolatdanmi? Bu hurmatsizlik emasmi? Misol uchun, mana Sirdaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi Oysha buvini olaylik. U 75 yoshda. Bolalari chet elda ishlashadi. U esa 3 nafar nabirasi bilan birga yashaydi. Nabiralari maktabga boradi, uy vazifalarini bajaradi. Qishda havo sovuq bo'lganida, gaz bosimi juda past bo'lgani uchun bitta kichik elektr isitgich yoqishga majbur bo'ladi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Endi tasavvur qiling, u 200 kilovatdan bir ozgina oshib ketganida, unga 5 million 400 ming so'm jarima yozishadi. Bu qanday adolat? Bu ayol umr bo'yi paxta dalalarida ishlagan, 5 farzandni katta qilgan. Endi esa mana shu qariyani uyi sovuq bo'lmasligi uchun bir lampochka yongani, bitta isitgich ishlatgani uchun jarimaga tortishmoqchi. Bu nafaqat moliyaviy muammo, balki uning gururiga, sha'niga berilgan katta zarba. Uning nabiralari oldida qanday holatga tushini bir o'ylab ko'ring. Yoki mana Akbar bobo. Toshkent shahrining eski mahallaridan birida yashaydi. U 82 yoshda. Umr bo'yi muhandis bo'lib ishlagan. Aynan mana shu elektr tarmoqlarini qurishga, elektr stansiyalarini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shgan. Ko'z nurini yo'qotgan, shuning uchun kechalari kitob o'qish uchun nafaqahor bo'lishiga qaramay, bir nechta qo'shimcha yorug'lik manbalaridan foydalanadi. Eski muzlatgichi televizori bor. Bular ham elektr energiyasini ancha iste'mol qiladi. Endi unga aytishyapti, sizning iste'molingiz 200 kilovatdan oshdi. Jarima 5 million 400 ming so'm. Akbar bobo hayratda, men bu tizimni qurishga yordam berdim. Endi shu tizim meni jazolayaptimi? Men o'z uyimda xotirjam yashash huquqiga ega emasmanmi? Bu nafaqat pensiyaning qadrsizlanishi, balki butun bir umr mehnati, vatanga xizmatining kamsitilishidir. Azizlarim, sizning mahallangizda ham shunday holatlar bo'ldimi? Qo'shnilaringizdan kimdir allaqachon jarima to'ladimi yoki tarmoqdan uzildimi? O'z tajribangizni biz bilan bo'lishing. Bu juda muhim. Sizning hikoyalaringiz nafaqat meni, balki boshqa yurtdoshlarimizni ham ogoh etishga yordam beradi. Bizni bir-birimizga yaqinlashtiradi. Birgalikda yechim izlashga undaydi. Har biringizning izohingiz, har biringizning hikoyangiz biz uchun qadrli. Xo'sh, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlang. Gazab, qo'rquv va sarosima yordam bermaydi. Mana sizga bir necha aniq tavsiyalar. 1. Hisoblagich ko'rsatkichlarini diqqat bilan kuzatib boring. Har oyda, albatta, hisoblagichingizning ko'rsatkichlarini yozib oling va rasmga tushiring. Bu sizning iste'molingizni kuzatishga va noto'g'ri hisob-kitoblarga qarshi turishga yordam beradi. 200 kilovat chegara qachon oshganini bilishingiz kerak. Agar sizga jarima yozishsa, bu dalillar sizning foydangizga ishlaydi. 2. Elektr energiyasini tejashga harakat qiling. Bilaman, bu oson emas, ammo imkon qadar tejamkor lampochkalarga LED oting. Ishlatilmayotgan jihozlarni rozetkadan sug'urib qo'ying. Kunning yorug' qismida tabiiy yorug'likdan maksimal darajada foydalaning. Bu kichik qadamlar umumiy iste'molingizni kamaytirishga yordam beradi. 3. O'z huquqlaringizni biling. Shuni esda tutingki, elektr ta'minoti korxonasi sizni sud qarorisiz, to'liq qonuniy asoslarsiz elektr tarmog'idan uzib qo'yishga haqli emas. Agar sizga jarima qo'llanilgan bo'lsa va siz buni asossiz deb hisoblasangiz, darhol pensiya jamg'armasi, mahalla raisi, xalq qabulxonalari yoki hatto prokuraturaga yozma ravishda murojaat qiling. Murojaatingiz 2 nusxada bo'lsin. Bittasini o'zingizda saqlab qoling, ikkinchisiga kiruvchi raqami bilan muhr bosing. Bu sizning huquqiy himoyangizni ta'minlaydi. 4. Huquqiy yordam so'rang.
Agar sizga jarima qo'llanilgan bo'lsa yoki elektr tarmog'idan uzilgan bo'lsa, zudlik bilan bizga, ya'ni mutaxassis yuristlarga murojaat qiling. Biz birgalikda bu adolatsizlikka qarshi kurashamiz. Sizning holatingizni ko'rib chiqamiz va qonun doirasida barcha imkoniyatlarni ishga solib, sizning haqqingizni himoya qilamiz. 5. Mahallada birgalikda harakat qiling. Mahalla ahli bilan birgalikda bu masalani muhokama qiling. Bir-biringizga yordam bering, axborot almashing. Ba'zan bir kishining emas, balki bir nechta odamning umumiy murojaati kattaroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana azizlar, men sizga bugungi kunda yuzaga kelgan vaziyatning barcha jiddiyligini tushuntirib berishga harakat qildim. Sizning tinchligingiz, osoyishtaligingiz biz uchun muhim. Sizlar bu davlatning faxrisiz, uning tayanchisiz. Lekin savol tugiladi. Hozirgi sharoitda kun kechirish uchun bitta qo'shimcha chiroq yoqqaningiz uchun 5 million 400 ming so'm jarima to'lash adolatdanmi? Sizning fikringiz qanday? Javoblaringizni kommentariyalarda kutaman. Unutmang, siz yolg'iz emassiz. Biz birgalikda har qanday qiyinchilikni yengamiz. O'zingizni asrang, azizlarim.